Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, 4-mavzumuzni boshlaymiz. Mavzu DOM bilan ishlash. DOM bu Document Object Model JavaScript dasturlash tilida sahifaning tuzilishi, uslubi va mazmunini o'zgartirish imkonini beruvchi asosiy tushuncha hisoblanadi. Ushbu darsda biz DOM elementlarini qanday tanlash, ularga kirish va o'zgartirishni o'rganamiz. DOM nima? DOM bu hujjatni mantiqiy tuzilishini ifodalovchi dasturlash interfeysi. U HTML va XML hujjatlarini tugunlar daraxti sifatida ko'rsatadi. Bu esa dasturlash tillariga sahifaning har bir elementiga murojaat qilish va o'zgartirish imkonini beradi. DOM brauzerga mustaqil API sifatida ishlarni amalga oshiradi. Har bir HTML elementi alohida tugun sifatida ifodalanadi. JavaScript DOM orqali veb sahifa bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Umumiy holatda aytsak, JavaScript HTML elementlarini umumiy dokument nomli obyektimiz bilan veb sahifa bilan o'zaro aloqani hosil qiladi. Bunda HTML elementlarimizda JavaScript orqali tanlab olish uchun bir qancha usullar bor. JavaScript DOM elementlariga kirish uchun ushbu usullarni taqdim etadi. To'g'ri usulni tanlash ishlash samaradorligi va kodni aniqligini oshiradi. Birinchisi HTML elementlarining ko'rsatilgan ID'si bo'yicha tanlash. Bunda dokument obyektimizning getElementById funksiyasi orqali ko'rsatilgan ID qiymat bilan birgalikda berilgan ID ga ega yagona elementni ushlab olishimiz mumkin yoki tanlab olishimiz mumkin. Eng asosiy usullardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi klass bo'yicha tanlash. Bu mana shu HTML elementlaridagi klass atributi qiymati bo'yicha shakllantirish. Buning uchun document getElementsByClassName metodi qo'llaniladi. Bunda berilgan klass nomiga ega barcha elementlarning to'plamini HTML collection sifatida javob qilib qaytaradi. Navbatdagisi tag nomi bo'yicha tanlash. Bunda document getElementsByTagName funksiyasi orqali ko'rsatilgan tag nomiga ega barcha elementlar ro'yxatini qaytaradi. Bundan tashqari query selector va query selector all metodlarimiz, funksiyalarimiz ham mavjud obyektlarimizda. Bunda zamonaviy veb ishlab chiqishda eng ko'p qo'llaniladigan usullar CSS tanlovchilaridan foydalanib elementlarni topish imkonini beruvchi metodlar hisoblanadi. Bu usullar yanada moslashuvchan va kuchli. Ikkala tegimiz o'zaro bir-biriga o'xshash. Bularga argument sifatida CSS selektorlarimizni ko'rsatamiz. CSS da qanday tartibda selektorlar HTML elementlarini aniqlasa, query selector va query selector all funksiyalarimizda ham xuddi shunday tartibda aniqlaydi. Query selectorda faqatgina aniqlangan elementlarni birinchisini javob sifatida qaytarsa, query selector all bularni hammasini not list sifatida javob qilib qaytaradi. Quyida query selector va query selector all funksiyalarini qanday tartibda ishlash bo'yicha namuna sifatida berilgan misolda ko'rishingiz mumkin. Query selector allda qaytarilgan moduli statik bo'lgani uchun DOM o'zgarishlari bu qaytarilgandan keyin unga ta'sir qilmaydi. Bu esa u bilan ishlashni xavfsizroq qiladi. HTML elementlarimizdagi mana shu elementda tarkibi yoki tanasidagi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki ularni yangilash bo'yicha. Element tanlangandan so'ng biz uning ichidagi matn yoki HTML tarkibini o'zgartirishimiz mumkin. Bu sahifaning dinamik tarzda yangilanishi uchun juda muhimdir. Buning uchun text content, inner HTML va outer HTML kabi
usullar foydalaniladi. Text content va inner HTML, outer HTML'lar o'zaro bir-biriga o'xshash holatda qanday farqlari mavjud bular o'rtasida? Text content elementning barcha matn tarkibini o'rnatadi yoki qaytaradi. U xavfsiz matn sifatida ishlaydi. Ya'ni har qanday HTML belgisini ham oddiy matn sifatida sahifani tarkibidagi elementga joylashtiradi. Inner HTML va outer HTML da bo'lsa, qo'yilib turgan yangi qiymat HTML belgilaridan yoki HTML buyruqlaridan iborat bo'lsa, o'rnatilayotganda uni HTML element sifatida yoki buyruq sifatida hosil qilib shakllantirib beradi. Inner HTML elementning HTML tarkibini o'rnatadi yoki qaytaradi. Bu sizga nafaqat matn, balki ichki HTML elementlarini ham kiritish imkonini beradi. Outer HTML elementning o'zini va uning barcha tarkibini almashtiradi. Ehtiyot bo'lish kerak, bu usul elementni o'zini butunlay dom daraxtidan olib tashlashi mumkin. Quyida misollar bilan birgalikda tushunasiz uchun ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar keltirilyapti. Atributlar va klasslarga to'xtalamiz. Bunda uslublar va atributlar bilan ishlashda elementning ko'rinishini o'zgartirish va ma'lumotlarni saqlash uchun atributlar va CSS klasslarga kirish muhimdir. Atributlarni boshqarish uchun mavjud elementni setAttribut metodi orqali mavjud atributni yangi qiymat o'rnatish usuli, element getAttribut metodi orqali mavjud atributdan qiymatni olish usuli va element removeAttribut imkoniyati orqali mavjud atributni o'chirib tashlash metodlarini ko'rish mumkin. Uslublarni boshqarish, ya'ni uslub CSS xususiyatlarini o'zgartirish bo'yicha inline uslublarni to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirish uchun element, style, color, blue kabi sintaksdan foydalanadi. Bu yerda ya'ni HTML element tanlab olingandan so'ng style bilan undagi mavjud uslublarga kirib, uni tarkibida xususiyatlar. Bu xususiyatlarni qanday aniqlaymiz? CSS da mavjud bo'lgan qanday stillar bo'lsa, ana shu stillar nomini camel case uslubda yozib turib, o'zlashtirish operatori bilan birgalikda qiymatni o'rnatishimiz mumkin. Klasslarni boshqarishda elementda classlist xususiyati mavjud. Ushbu xususiyatni add, remove, toggle kabi metodlari mavjud. Mana shu metodlar orqali elementga yangi klass qo'shish yoki bo'lmasa mavjud klassni olib tashlash yoki toggle orqali klass mavjud bo'lsa olib tashlash, yo'q bo'lsa qo'shish kabi amallarni bajarishimiz mumkin. Ma'lumotlarni dinamik o'zgartirish, yangi elementlarni yaratish va kiritish. DOMning eng kuchli tomonlaridan biri bu dinamik ravishda yangi elementlar yaratish va ularni mavjud sahifaga joylashtirish qobiliyati hisoblanadi. Birinchi element yaratishni ko'rib chiqamiz. Bunda document create element metodi yordamida yangi div elementini hosil qilyapmiz. Bu yangi bo'sh HTML elementini yaratadi. Matn kiritish bo'yicha document create text node turib matnni kiritadigan bo'lsak, element ichiga joylashtirish uchun matn tugunini yaratadi. Tarkibni o'rnatishda yaratilgan elementni text content yoki inner HTML ga kerakli qiymatni o'rnatib, mavjud tarkibda hosil qilib olishimiz mumkin. Yaratilgan yangi elementlarimizni joylashtirishda mana shu joylashib turgan elementimizni parentida, ya'ni uni ota element sifatida parent notiga append child qilib yangi elementni joylashtirib olishimiz mumkin. Yangi elementni parent, ya'ni ota-onaning oxirgi bolasi sifatida qo'shadi. Bundan tashqari append childdan tashqari insert before, after kabi metodlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu document object model manipulyatsiyasi bo'yicha quyidagi chartda mavjud usullardan qanday holatda boshqarish bo'yicha statistika diagrammasi keltirilgan. Bu yerda elementlarni tanlash,
matnni o'zgartirish, klasslarni boshqarish, yangi element yaratish va hodisalarni tinglash bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. DOM manipulyatsiyasi bo'yicha DOM manipulyatsiyasi ko'pincha qimmat yoki kerakli operatsiya sifatida qaraladi. Chunki u brauzerga sahifani qayta chizishga majbur qiladi. Bu narsani boshqa dasturlash tillarida repaint sifatida yoki bo'lmasa reflow sifatida ko'rishimiz mumkin. Samaradorlikni oshirish uchun quyidagilarga e'tibor berish lozim. DOMga minimal kirishda agar bir nechta o'zgarishlar qilmoqchi bo'lsangiz, ularni DOMga bir marta kirishdan oldin barchasini xotirada bajaring. Masalan, dokument fragment yordamida. Inner HTML xavfi. Agar matn manbasi ishonchsiz bo'lsa, inner HTML dan foydalanish cross-site scripting hujumlariga olib kelishi mumkin. Buning o'rniga har doim text contentdan foydalanishni afzal ko'rgan ma'qul. Get elements by ID, class name, tag name o'rniga query selector yoki query selector all ishlatish ularni boshqarishni, kodni o'qilishi va ulardagi saqlashni dasturchiga osonlashtiradi. Ushbu darsimiz bo'yicha xulosa keyingi qadamlarga to'xtalib o'tsak, bunda DOMni o'zlashtirish sizga dinamik va interaktiv veb-ilovalar yaratishga imkon berar ekan. JavaScriptning ushbu asosiy tushunchasini puxta o'rganish keyingi rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Ya'ni HTML elementlarini boshqarishligimiz uchun biz JavaScriptda DOM manipulyatsiyasi bo'yicha kerakli bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Navbatda biz o'rganishimiz kerak hodisalar, DOM traversing, testlash, frameworklar bilan ishlash, ular bo'yicha shug'ullanishimiz kerak. Keyingi ma'ruza mashg'ulotimizda to'g'ridan-to'g'ri hodisalar bo'yicha shug'ullanamiz. Bu keyingi darsda bunga to'xtalib o'tamiz. Darsimiz bo'yicha soddaroq misol ko'rib o'tamiz. Oddiy HTML element yaratib, mavjud HTML elementni tarkibini o'zgartirish va uni fon rangini o'zgartirishni birgalikda hozir amaliy tarzda ko'rib chiqamiz. Men tayyor loyiha yaratib VS Code'da ochib olganman. Dastlabki HTML strukturamni hosil qilaman va bu yerda bitta konteyner ochamiz. Konteynerni tarkibida h1 bilan DOM document object model degan ma'lumotni yozaman. O'zgartirish davomida shuni davomiga manipulyatsiyasi degan yozuvni qo'shib qo'yaman. Manipulyatsiyasi. Faqat hozircha bunday holatda turib tursin. JS faylimni bog'laymiz. JS faylni bog'lash uchun script src bu yerga app.js ni bog'lab, script bog'langandan keyin app.js ga o'tib tekshirib olaman. Console log hello world bilan birgalikda. Brauzerda konsol oynasiga o'tamiz. Bu yerda qayta yuklab, demak xabarimiz chiqyapti. Ma'lumotimiz bor. Mavjud ma'lumotni o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ushbu elementni ushlab olishim kerak. Ushlab olish uchun hozir menda nima bor? ID ham ko'rsatilmagan bu yerda. Class mavjud div tarkibida, lekin h1 da hech narsa yo'q. Bu yerda biz oddiy query selector yoki bo'lmasa ID o'rnatib turib ID bilan boshqarib olishimiz mumkin. Hozir query selectordan foydalanib boshqaraylik. Umumiy holatda barcha HTML elementlarimiz dokument obyektini tarkibida bo'ladi. Dokumentda query selector yordamida kerakli elementimizni tushiramiz. Demak, konteyner ichidagi h1 deb turib, mana shu h1 ni tushiramiz. Shuni bitta obyektga saqlab olaman. Konstantda h1 elementini yoki sarlavha elementim sifatida saqlab olaman. Mana shu obyektni konsolga log qilib chiqarib ko'ramiz. Konsol log sarlavha element sifatida saqlab brauzerda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mavjud h1imizni chiqarib beryapti. Bunda
ushbu tugmani bossak, mavjud obyektimizning tarkibidagi xossa xususiyatlar va metodlarni bu yerdan ko'rib, ularni boshqarishimiz mumkin, o'zimizga kerakli bo'lganlarini. Biz mana shu yerdagi xususiyatlarni o'zgartirish orqali domda manipulyatsiyani amalga oshiramiz. Hozircha biz ushbu H1 da aytib o'tdik, tarkibini, tanasidagi ma'lumotni o'zgartirishni ko'rib chiqaylik. Buning uchun sarlavha elementimda text content xususiyatiga DOM document object model manipulyatsiyasi degan ma'lumotni o'zgartiraman. Hozir F5 tugmasini bosadigan bo'lsak, mana to'g'ridan to'g'ri endi manipulyatsiyasi degan yozuv birgalikda chiqyapti. Sababi ushbu JavaScript fayl oxirida o'qilganda bu H1 da tanlab olib turib, ushbu H1 bo'yicha kerakli amalni bizga bajarib beryapti. Endi shuni ID yordamida tutib olishni ko'raylik. Sarlavhani turaverish shunchaki ID yordamida tutib olishda document query selector demasdan shu yerda get elements by ID turib get element by ID get elements bo'lib ketib qolibdi. Shu yerda ID ni ko'rsatamiz. ID qiymatiga sarlavha turib berdik. Mana endi qaytadan ishlatib ko'rsak, yana xuddi o'sha natija bo'lyapti. Endi ushbu H1imizda ayrim CSS xususiyatlarini o'zgartirishni ko'rib chiqaylik. Buning uchun mana shu sarlavha elementimizni style xususiyatida rangini o'zgartiramiz. Masalan, rangi bo'lsin white. Xuddi shunday sarlavha elementimizda style background color'ı red deylik. Sarlavha elementimizni style'da text align xususiyati teng bo'lsin center saqlab qaytadan ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana endi bizga hozircha konsol kerak emas, endi to'g'ridan to'g'ri sahifa bilan ishlayapmiz. Mavjud elementimizda to'liq CSS xususiyatlarini o'zgartiryapti. Bu yerda o'rnatilgan xususiyatlar, style yordamida o'rnatilgan xususiyatlar ushbu elementga CSS xususiyati inline holatda joylashib o'rnaydi. Buni bilish uchun prosmotr kod qismiga o'tib turib, bu yerda elementda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda element style'iga color'ga white, background color'ga red, text style'iga center degan qiymatlarni o'rnatib beryapti. Demak, mana shunday tartibda siz DOM yordamida HTML elementlarini aniqlab yoki tutib olib, ularning xususiyatlarini o'zgartirish, ularni tarkibini o'zgartirish, yangi elementlar hosil qilish kabi amallar orqali sahifaga dinamiklik xususiyatini qo'shish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugungi darsimizni shu bilan yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.